Mustaqil O'zbekiston. Birgina mana shu jumla uchun ne mard o'g'lonlarimiz o'z jonlarini fido etishdi. Ular or-nomusi hisoblanmish ota-onasi, oilasi, jigarbandlari, yaqinlari uchun hech ikkilanmay shirin jonidan voz kechdilar. Yurtimizning ana shunday fidoyi farzandlari orasida surxondaryolik zabardast o'g'lonimiz Ahmad Qurbonov ham bor edi. Qahramonimizning oila a'zolari Ahmadjon Qurbonovni quyidagicha yod etadilar. Ukam yoshligida maktabda a'lo baholar bilan bitirdi. Ichki ishlar tizimida ishlash orzusi edi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirib, muvaffaqiyatli akademiyani tugatib, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga qabul qilindi. Jinoyatchilarni ushlayman deb jinoyatchilar bilan olishib, qahramonlarcha halok bo'ldi. Tavba qismatli bor ekan. Yaxshi xotiralari esimda, qalbimizda qoladi. Vatanimiz uchun jonini bergan ukamizdan doim faxrlanib yuramiz. Ahmad Qurbonov 1975-yil 5-oktyabrda Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida tug'ilgan. 1992-yil Oltinsoy tumanidagi 16-maktabni tamomlagan. 1994-1995-yillarda Farg'ona shahridagi harbiy qismda harbiy xizmatni o'tagan. 2000-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini muvaffaqiyatli tamomlab, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida xizmat faoliyatini boshlagan. 2001-yil 23-yanvar kuni Denov tumanida bir guruh o'ta xavfli jinoyatchilarni qo'lga olish chog'ida og'ir yarador bo'lgan va oradan bir kun o'tib shifoxonada vafot etgan. Marhum Ahmad Qurbonov shogirdimizni men tin rahbari bo'lganman, 92-yil bo'lib bitirgan. Ularning davrida maktabimizda 55 ta bola bitirgan. Shularning ichida eng iqtidorli bolalardan biri Ahmad Qurbonov bo'lgan. Haqiqatan ham yoshligida maktabda o'qish davrida juda g'ayratli, bilimdon, zukko o'quvchilardan biri edi. Hop, keyin maktab davrida o'qish davomida o'zining bilimliligi, faolligi jihatdan bolalar orasida ajralib turar edi. 92-yil bitirganda kasb tanlash bo'yicha suhbat qilganimda men ichki ishlar xodimi bo'laman deb yozgan diktantda shunday yozgan edi. Aytganidek, mana shu maktabni bitirgandan keyin ichki ishlarga xodimi bo'lib, davlatimizning faol himoyachilaridan biri bo'lib yetishdi. Hayoti sal qisqaroq bo'lib qoldi. Xizmat vazifasini bajarishda mana qahramonlarcha halok bo'ldi. Biz mana bu shogirdimizni hech qachon unutmaymiz. Eli xalqi uchun o'z jonini fido etgan qahramonlar nomi yuraklarga muhrlanadi.